Assalomu alaykum obod xonadonda. Mening qiziqishlarim kanal obunachilar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Hammangiz yaxshi yuribsizlarmi? Sog' salomatmisizlar? Uydagilar yaxshimi? Gullar bilan charchamayapsizlarmi? Gullaringiz yaxshimi? O'syaptimi? Mana bodringlarimiz hosilga kiribdi, xudo xolasa. Qaranglar, 10 tagina olib keldim. Shundan 7 tasini tutdi. Уже gullab, birpasda bo'yim mana 1 metr bo'lib ketibdi. Qaranglar. Mana men endi bugun sizlarga qilgan ishlarimni bir ko'rsatay. Dilbar opa nima ish qilyaptilar deysizlar. Giranlarimizni men bitta quyoshga qo'ydim. Bularga suv quydim. Tak, men bitta orasidan mana gullarga tradiskansiya bular. Mana hammasiga suv quyib chiqdim. Hamma tufayli gullarimga bugun suv quydim. Mana bularga spreylar qildim, suv quydim. Mana mashkalan ham quyoshga qo'yishim kerak. Balkim gullab ketadimikan? Nima deydilar? Qaranglar. Rosa chiroyli o'syapti. Lekin hali gullashdan darak yo'q. Ham kartinsiga ham suv quyib, bunga har kuni quyaman. Lekin hali uncha ko'rinmayapti. Mana. Bunga to'rflab keldim endi. Ertagami, indinga shanboddiq ekaman. Ko'rsataman ekkanimni. Mana gullarimiz. Mana kichkinalar o'sha gullabdi, qaranglar. Mana alakazaylar. Mana shuni hozimda sizlarga bugun suv quydim. Bunga anchadan bir suv quymayotgandim. Mana qaranglar, rosa yaxshi o'syapti-ya. Ko'z tegmasin. Boshida qarasam, barglar sarg'ayverdi. Keyin bor dedim-da, qaramay qo'yuvdim. Mana zo'r o'sib ketibdi. Endi mana men bitta, ikkita, uchtadan shox tiydan o'sgan bolalari. Endi buni sal anaqa qilsin, o'ssin, keyin kattaroq tuyaga o'tkazamiz. Hozir o'sib olaversin. Mana bitta begoniyamiz. Bu qishidan ham gulladi. Shefleralar. Men bitta ikkita kichkina tuyaga machalkani urug'ini tashlab qo'ydim. Shu bitta o'sibdi. Mana men bitta ham. Endi shu agar yaxshi o'sib ketsa, uni ham o'tbetga ekib qo'yamiz. Mana atir gullarimiz birin-ketin gullashyapti. Mana men bilan endi yana g'uncha chiqaryapti, yana hademay gullashni boshlaydi. Rosa kesib tashladim-ku buni gullarini. Mana men bitta rayhon olib kelganman. Bunaqa bu jannat guli ekan. Buni bilasizlarmi? Abdurashid yonida Murodjon degan yigit borlar. Ana o'shalar sotyaptilar. Dilbar opa, shuni ekib ko'ring, rosa chiroyli gullaydi. Sariq bo'lib gullaydi dedilar. Endi kechqurun salqinda xudo xolasa ekaman bularni. Rayhonlarni ekamiz. Bularni ko'rgansizlar, oldingi video, o'tgan yilgi videolarda ko'rsatganman. Endi yana dushanba yo seshanba borsam, shularni videoga olib ko'rsataman sizlarga. Rosa yaxshi gullarni sotadilar. Mana men bilan Muhammad Ali berganlari, ham qaranglar g'unchalar. Bu bitta g'unchada yonida yana 4-5 ta g'unchasi bor. Mana men bilan ham endi ochilyapti hammasi. Mana qaranglar, chiroyli. Shundan olib ekinglar. Mana buni qaranglar. Gullari qattiq. Bu ochilib bo'lyapti. Bu Mavludaxon atir gullari. Mana yana bitta mana g'unchasi ochilish arafasida. Mana qaranglar chiroyliligini. Tegi qanaqadir qizil rozoviymi deb, usti mana qavoy vaqti chiroyli ochilibdi. Mana 1-2 kun qaramasak, mana shunaqa chiroyli atir gullar ochilyapti. Mana bu ham ochilibdi. Bu ham chiroyli. Tak, anitda mana mamalarimiz ochilgan.
Mamatlarga suv sepdim. Mana bilan qaranglar, bular nima o't emas. Bular anaqa gultoji xo'roz rosa chiqibdi. Hali xudo xolasa bular yana bir hafta 10 kunda katta bo'ladi. Katta bo'lib yaxshi o'sib olsa, bozorga olib boraman. Kimga kerak bo'lsa olib ketasizlar. Keyin o'shani urug'idan ko'paytirib olsanglar ham bo'ladi. Ay, mana yana yangi gul ochilibdi. Qaranglar, o'zi ko'chati kichkinagina. Bo'ylari pastgina. Mana bilan qaranglar. Voy bu. Mana bilan chiroyli bo'lib ochilib yotdi. Shtampovka bu. Mana buni qaranglar. Qiyshayib, boylab qo'ydim, yana qiyshib ketibdi. Gullarini ko'tara olmayapti. Gullari zo'r deyishyapti gulimni. Qaranglar. Mana bilan qaranglar. Mana bitta mana bunaqasi ochilibdi mana. Chiroyli. Mana buni qaranglar endi. Voy asal bular hammasi. Tak, endi kalan qo'yamiz. Mana bitta, mana bunaqa gul ekan, buni qaranglar. Bugun ochilib qoladi, bo'lmasa ertaga ko'rsataman. Menimcha siyoh rangga o'xshayapti. Minervami? Mana shu yerga joy bu yo'g'idan shu yerga ekib qo'ydim bitta o'zini. Mayli, ochilsin, ko'rsataman sizlarga. Mana bitta gartenziyalarim voy yotyapti mana bu yerga qaranglar. Gullarini, shoxlarini. Mana. Voy bu buni qaranglar. Mana. Bu Anabel. Mana. Mana yana mana bu orasida. Hamma shoxlari aniq qilib ketgan. Bularga hammasiga hozir suv quydim, suv sepdim. Bir kun, 2 kun sepmasa bular suvsiz qolib ketadi. Mana buni qaranglar. Mana buni qaranglar rangini. Qizil emas, siyoh rang sifat. Chiroyliligini qaranglar. Mana bular piyana bitnilar. Gulini ko'tara olmay qiyshayib turibdi. Mana yana. Mana bitta yana nimadirlar ochilmoqchi. Bularga ham o'tgan kunimi? Otliq kunimi? Otliq kuni, yo'q, shanba kuni quydim suv. Qaranglar, birpasda suvsiz bo'lib qolibdi. Mayli, quyamiz yana. Sug'ormasak bo'lmaydi. Mana. Hamma chiroyliligini asallani. Endi mana buni qaranglar. Bu shtampovka. Mana bu pianovidniy, mana bitta yana nimadir ochilibdi. Mana bu yoqda ham ochilishyapti. Mana bu yoqda gartenziya xonimlar gullashyapti. Bularni rosa sug'ardim bugun. Endi mana bitta sariq ochilibdi. Voy buni shirinligini qaranglar. Mana kubanalar yangi g'unchalar chiqarib gullashyapti. Sariq xrizantemalar ochilyapti. Birin ketdim. Mana bularni endi kechqurun sug'oramiz. Bular hozir quyoshda. Mana bilan qaranglar. Chiroyliligini. Endi men bu yoqqa kirdim. Mana bitta Sanseverium yonidan bolalar chiqaryapti mana. Bu yaxshi o'syapti. Bularga ham suv qo'ydim. Mana buni qaranglar. Universalniy bilan karaga aralashtirib ekuvdim. Mana bitta mana yangi novdalar chiqaryapti. Chiroyli o'sishyapti. Bularga ham bugun suvlar quyib qo'ydim. Mana bitta mana bunaqa gullar, mana paxira. Mana shu quruq yog'och edi bilsanglar. Shuni boshqa tuyaga ekib, shuni o'stirdim, qaranglar. Qanaqa chiroyli o'syapti. Mana bu gullayapti. O'zim hayron qoldim. Mana qaranglar. Dekabrist gullash boshladi. Bunaqa payt gullamasdi. Mana bunisi ham bilmayman.
yangi novdali chiqaryaptimi yo gullashga tayyorlanyaptimi, bu ham yaxshi o'syapti. Endi bularni ham bo'lib qo'yishim kerak. Mayli, ko'ramiz, vaqtga qarab bo'laveramiz. Mana imperator, bu ham yaxshi o'syapti. Monstera, mana birkillar, mana hammasiga suv qo'ydim. Mana azaliya. Qo'shnim Zulfiya bergan edilar. Gullab bo'ldi. Siyoh rang edi guli. Endi mana gullarni tozalashim kerak. Tagidan yangi barglar chiqaryapti, yana gullaydi. Xudo xolasa gullasa ko'rsataman sizlarga. Tagiga tog'orcha qo'yib qo'yganman, suv quyaman o'shanga. Suvni yaxshi ko'radi-yu, bu bilasizlar-yu. Mana azaliya gullarimiz. Mana bu ham paxira. Rosa zo'r o'syapti. Aglaniyami diamond. Shuni ham bo'lishim kerak. Tagida rosa ko'payib ketgan. Ustidan spreylar qildim. Hammasini tagiga suvlarni quydim. Shunaqa qilib o'sishyapti. Mana bitta gullarimiz. Bularni hammasi spreylar qilib chiqdim. Endi yozgi kuni har kuni qilish kerak sprey. Mana orasida. Chiroyli o'sishyapti. Mana. Endi mana endi olib tashlayman. Kapalak gul bo'ldi. Buni o'rniga boshqa narsa ekamiz. Gulbiyorli ekdim-ku. Hozir gulbiyori ko'rsataman. Mana ancha tirilib qolishdi mana. Bunchalari bor, ertaga ochiladi bular ham. Hali ko'payib ketadi. Mana sariq gullarimiz. Mana qaranglar. Bularni endi kesamiz. Bular ochilib bo'lishdi. Mana sariq gul. Chiroyli o'syapti. Mana gartenziyamiz har bir chiqqan shoxini uchidan g'uncha qiladi. Mana kichkina, bular katta bo'ladi hali. Bularni rosa bularga suv quydim. Bular issiqda suv quymasanglar shalpayib qoladi. Mana o'sha hademay gullari katta bo'lsa egilib ketaveradi endi. Keyin boylab qo'yamiz. Mana. Xo'ssani bu yerga ekkanman. Bu bozordagi Komil degan bolada bor. Bu xo'ssidan olsanglar, borsanglar narxlarini kelishtirib beradilar. Gigant sortda bu. Mana qaranglar. Mana bular metelchitay, polyarniy medved. Mana bular. Hamdan kallalarni olib tashlaganini kalla yana o'sib chiqyapti. Gandorlarni sug'ardim. Rosa sug'ardim. Ertaga katta bo'lib ketadi mashallah. Ulardan bir haftalardan keyin ekaman. Katta bo'lsin. Mana. Yerligi egilib yotibdi. Gartenziya xonim bilan. Mana qaranglar. Mana. Oralarida sheflera ham yangi barglari rosa ko'payyapti. Pionlarimiz. Mana atirgullar ham rosa chiroyli. Mana shu olma ham egilib ketibdi. Olma tukkanda olmasi og'irlik qilyapti. Endi buni boylaymiz. Ana shu bilan bugungi videolarni tamom qilaman.
Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Layklarni bosib qo'yinglar, kommentariyalarni yozinglar. Keyingi videolarda sog' salomat ko'rishguncha xayrlashib qolamiz.